Samolyotda oldindan tekinga oynani oldidan joy band qilib qo'yishni bilasizmi? Agar bilmasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga buni o'rgataman. Qaytgancha bu videoni hamma o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar, chunki bu hammaga kerak bo'ladi. Birinchi qaysi aviakompaniyadan bilet olganingizni bilishingiz kerak va o'sha aviakompaniya saytiga kirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun Uzairways saytiga kiramiz va xarid qilish va boshqarish tugmasini bosamiz. Keyin esa 3 dan oldin bo'limiga kirib ko'rishingiz mumkin. Oldindan joy tanlash, oldindan registratsiya va ovqat tanlash imkoniyati bor. Biz oldindan joy tanlash bosamiz va bu yerga biz bilet raqamini uchayotgan odam familiyasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Va keyin esa pastroqqa tushib birinchi borishi, keyin esa kelishi joyini tanlash tugmasini bosib tanlab olsak bo'ladi. Oppoq pustoy tegi oq bilan bo'yalganlar bular уже band qilib qo'yilgan degani. Sariq esa bu pulli joylar. Uni bron qilish uchun pul to'lash kerak. Oppoq tegi qora esa bu sidena orqaga tushmaydigan joylar. Prosta oppoq esa bu bo'sh va u joyni siz tekinga bron qilsangiz bo'ladi degani. Olov rangi esa avariyni, ya'ni avariya yoki noxush narsa ro'y bersa tezkor chiqish uchun joy. Shunaqa boshqa aviakompaniyalar saytidan ham xuddi shunaqa o'zingizga bron qilsangiz bo'ladi. Biletlarni esa arzon saytdan, ya'ni Aviasales o'zidan xohlagan yo'nalishingizga olsangiz bo'ladi. Shu foydali ma'lumot uchun bu videoga like bosib do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Ular ham bilib olishsin va o'zingiz ham saqlab qo'ying, ketayotganingizda aniq kerak bo'ladi.